Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchim. Barchangizga xayrli kech. Bugun men yana Sharifa Dilafroz Aslidinovna, sizni sevimli dietologingiz, aynan sizga manfaatli bo'ladigan suhbatlar uyushtirishga yana bir marta qaror qildim va bugun sizlarni eng ko'p qo'rqqan, lekin bu qo'rquvlaringizni yengishga men qisman bo'lsa-da bir vrachni taklif qilib yengishga yordam bermoqchiman. 8 yillik tajribaga ega AQSh, Yevropa onkologlar assotsiatsiyasi a'zosi va tajribalar bilan bo'lishgan, aynan reproduktiv onkologiya bo'yicha juda ham ko'p yutuqlarga erishgan, hozirda respublikada eng ko'zga ko'ringan klinikalarda vrach bo'lib ishlayotgan Biloliddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Avvalo e'tibor berib chaqirganingiz uchun albatta rahmat. Albatta bu suhbatimiz xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Xush kelibsiz. O'zingizni kasbingiz masalan oddiy tilda onkolog deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Albatta. Lekin insonlar sizdan qo'rqishadi. Men o'zim ham qo'rqqanman oldingizga borganda baribir, bilasiz qanaqa muammo bilan borganman. O'zingiz sohangizni, tajribangizni ozgina tushuntirib bersangiz. Xo'p, onkologiya bu hozirgi kunda beixtiyor qo'rquv bilan tushuniladigan soha hisoblanadi. Ya'ni onkologiya desa, hammaning xayoliga birinchi navbatda o'sha kinolarda ko'rgan sochlari to'kilib ketgan, ximiyalar olgan, qanaqadir kapelnitsalarga muhtoj bo'lib qolgan bemorlar tushuniladi. Ya'ni sotsial qobiliyatlarni, jamiyatdagi o'rnini yo'qotgan odam tushuniladi. Lekin aslida unaqa emas. Hozirgi kunda tibbiyot ancha rivojlandi. Avvalo bemorlarimizga kimyoterapiya kerakmi, yo'qmi, yo bo'lmasam qanaqadir operatsiya kerakmi, yo'qmi, balkim qanaqadir tabletkalar bilan lecheniya qilish mumkin. Ya'ni tibbiyot rivojlanishi hisobiga onkologiyada ham juda katta yutuqlarga erishildi. Ya'ni har bir insonga individual, ya'ni o'zini kasalligi va o'zini organizmi, o'zini kasalligidagi ayni ma'lum bir mutatsiyalarga qarab individual davo rejasi. Xuddi haligi ortopedlar oyoq kiyimni individual yasab bergandek, biz ham davo taktikasini bemor uchun individual tuzib beramiz. Lekin baribir bular qimmat-a? Aytishadi, masalan, yengish uchun baribir pul bo'lishi kerak, chunki muolajalar, terapiyalarning birontasi arzon emas. Shuning uchun kasalni davolagandan ko'ra, balkim o'sha uni oldini olish davrigacha menga juda ham qiziq. Chunki men o'zim semizlar bilan ishlayman, to'mboq ayollar meni kuzatishadi va semizlikni o'zi deyarli 10 dan ortiq saraton xavfini kuchaytiradigan kasallik hisoblanadi. Albatta, ayollarda bu eng og'riqli sohamiz. Ya'ni ayollar o'sha menopavzagacha bo'lgan, hayzdan qolishgacha bo'lgan davr va undan keyingi davrda ham semizlik ko'pincha ayollar bilan birga hamroh bo'ladi. Ko'proq ayollar o'sha menopavzadan keyin semizlikka duch keladi. Endi albatta semizlik bu o'sha yog' hujayralarining tarkibidagi ba'zi bir fermentlar, haligi aromataza fermentlari deymiz. Bular estrogen miqdorini ayol organizmida xuddi qiz bolaligi kabi ushlab turish vazifasini bajaradi. Endi buni ham yaxshi ham yomon tomonlari bor. Misol uchun ayollik xususiyatlarini saqlab qolish albatta ayollar uchun bu yoqimli. Lekin har doim ham qonda bu gormonlarni, bu go'zallik gormonlari deb atasak bo'ladi, bularni yuqori konsentratsiyada turishi, ko'payib ketishi har doim ham ayollar uchun bu foydali emas. Oddiy tilda tushuntirishimiz kerak. Hozir siz aytmoqchi bo'lyapsiz, yog' to'qimalari qanchadir miqdorda o'zidan estrogen ishlab chiqaradi. Xuddi shunaqa. Ha, mana shu, chunki o'zi estrogen ishlab chiqaradigan zona bu o'zi tuxumdon. Albatta, tuxumdon va ayol kishi o'sha reproduktiv, ya'ni yoshda bo'lganida, ya'ni 38-40 yoshgacha, ya'ni hali hayzdan qolmagungacha bo'lgan davrda tuxumdonlar bu vazifani bajaradi. Keyinchalik o'sha hayzdan qoldi, tuxumdonlar funksiyasini bajarish to'xtadi, lekin keyinchalik ham o'sha yog' to'qimasida ayol organizmida ushbu gormonlarni ishlab chiqarilishiga sababchi bo'ladi, asosiy sababchi bo'ladi. Bu shu sababdan ayollarda bu gormonlar yuqori bo'ladi. Endi buni natijasida ayollarda ko'pincha ko'krak bezi saratoni yo bo'lmasam ko'pincha ushbu gormonga juda ham bog'liq bo'lgan a'zo bu bachadon. Bachadonda tanasidagi endometrial qavat, o'sha ayol kishi hayz ko'rganda yangilanib turadigan qavat. Mana shu qavatlarda bachadon tanasi saratoni yo bo'lmasam tuxumdonlar saratoni, shunga o'xshash ayollar reproduktiv ko'payishi bilan bog'liq bo'ladigan a'zolar onkologiyasi ko'proq uchraydi. Bu siz uchragungacha bo'lgan holatda nima deb o'ylaysiz? Ayollarning psixologiyasi rol o'ynaydimi? Masalan, har bitta kasallikning psixosomatikasi bor-da. Albatta. Erkak kishidan, qarama-qarshi jins vakilidan xafa bo'lgan yoki juda ham og'ir zarba ko'rgan ko'p ayollar yo ko'krak bezi yoki o'sha bachadon bo'yni saratonidan
aziyat chekkanlarni ko'p ko'rganman. Shunday. Albatta bu yerda psixosomatika juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki biz endi ko'proq bu narsani stress bilan bog'laymiz. Stresslar bu ayol organizmida asosiy muammolar kelib chiqishiga to'g'ridan to'g'ri emas, lekin bilvosita sababchi bo'ladi. Chunki stressdagi ayol kishi har doim o'ziga e'tiborsiz bo'ladi. Ya'ni o'ziga e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Bo'lishi mumkin qanaqadir tugun ko'krakda yoki bo'lishi mumkin qanaqadir qon ketishlari. Ya'ni hayzdan to'xtagan ayol xuddi menstruatsiyasi kelgandek qon kelishi mumkin, misol uchun. Yoki turli xil og'riqlar, qorindagi shishlar, diskomfort. Ayol kishi stress vaqtida, o'sha siz aytganingizdek, turli xil tashqi ta'sirlar natijasida bu kichkina detallarga, kichkina o'zgarishlarga e'tiborsiz bo'ladi. Va shuni natijasida ayollar ushbu kasalliklarni erta bosqichidagi, erta klinik belgilarni o'tkazib yuboradi. Va onkologiyada eng muhim narsa bu vaqt. Agar misol uchun vaqtida aniqlanadigan bo'lsa, ushbu kasallikni даже to'liq tuzatish, to'liq lecheniya qilish mumkin. Lekin kasallikni o'rta va kechki bosqichlarda aniqlanishi, demak, turli haligi kombinirlashgan deymiz, birgalikda bir paytda ham kimyoterapiya, ham operatsiya, ham nur terapiya va keyinchalik bu ayol o'sha organizmida to'liq haligi xunuk o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni sog'ligini jiddiy yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. O'shaning uchun erta bosqichda aniqlashga urg'u berish kerak degan fikrdaman. Uni aniqlashni bir tomoniga surib turaylik. Xo'p, har bitta kasallikning o'zining ta'rifi bor. Masalan, men dietolog bo'lsam, meni davolaydigan kasalim semizlik bo'lsa, semizlikka to'g'ri ta'rif beraman-da. Onkologiyaga qanaqa ta'rif berasiz? Xo'p, onkologiyaga bu organizmdagi haligi sog'lom bizga xizmat qilib turgan a'zolarda bo'ladigan bosh ko'tarish desak bo'ladi. Ya'ni misol uchun u o'sha hujayralarda doimiy yashash tarzi, misol uchun qon hujayralarining yashash muddati 120 kungacha yoki qondagi ba'zi elementlar 4-9 kun yashab o'lib, bu sikl, yangilanish sikli doimiy amalga oshadigan siklni bosh ko'tarish o'sha hujayralarni va o'sha xuddi haligi o'lim vaqtini unutishi va shuni natijasida kelib chiqadigan to'plam hujayralarning paydo bo'lishi va bu onkologiya deb atalishi. Bu kasallikni yenggan statistika sizni tajribangizda qancha? Foizlarda gaplashamiz. Haqiqatlarni. Albatta, erta bosqichlarda juda ham yaxshi rezultatlarimiz bor. Mana shu erta bosqichga men har doim hozir siz aytyapsiz, boshidan aniqlaylik. Biling, har bitta kasallikni bilasiz, belgilari umumiy bo'ladi. Masalan, meni vitamin D kamayib ketsa, sochim to'kilishi mumkin. Albatta. Stressda bo'lsam ham sochim yoki kamqon bo'lsam ham sochim to'kilishi mumkin. Ba'zida kasalliklarning belgisi bir-biridan biz adashtirib qo'yamiz. Ular qanday qilib oldini olishi yoki belgilarini bilishi mumkin? Odatda har bir kasallikning o'zining spesifik belgilari bo'ladi. O'sha spesifik belgilariga e'tibor qaratish kerak. Misol uchun, ko'krak bezida biz hamma ayollar demaymiz, albatta xavf guruhiga kiradigan ayollar bor. Misol uchun o'sha siz aytganingizdek stressdagi ayollar yoki qattiq hayotida qanaqadir kuchli o'zgarish bo'lgan ayollar, yo bo'lmasam xo'jayini bilan birga yashamaydigan ayollar. Endi jinsiy hayotda ham yashamasa. Albatta. Chunki bu gormonal ta'sir qiladi ayol organizmiga. Bu holatlarda yoki bo'lmasam qarindosh urug'larda ushbu kasallik kuzatilgan ayollar. Albatta bu naslda bu kasallikni bo'lishi. Albatta bu qanaqadir ogohlik qo'ng'irog'i bo'lishi kerak. Yo bo'lmasam har qanday o'sha 38-40 yoshdagi ayollarda biz o'sha mammografiya tekshirishni skrining ko'rinishida olganmiz. Demak, bir yilda bir marta mammografiya tekshirishi. Yo bo'lmasam bachadon bo'yni kasalligimizda ko'pincha o'sha bachadon bo'ynidan oddiy surtma olish. Oddiy surtma yoki bachadon bo'ynidan olingan surtmadan VPC deymiz. Odam papilloma virusiga просто tekshirish. Bu natijasida biz o'sha ayollarda xavf guruhida qoladimi keyinchalik, yo undan просто chiqarib yuboramiz bu ayolni. Agar xavf guruhida qoladigan bo'lsa, biz ularga keyingi davo taktikasi yoki o'sha tekshirish rejalarini tuzib beramiz. Davo taktikasi ham xato bo'ladi. Tekshirish rejasini. Nimalarga e'tiborli bo'lish kerak, nimalarga yana qancha vaqt oralig'ida misol uchun yana qanaqa tekshirishdan o'tib turish kerak. Bu o'zini grafikini o'zi ayol kishi tuzib olishi bu menimcha qiyin emas. Boya aytib o'tganimizdek qanaqadir o'ziga e'tiborsiz bo'lmasa, albatta bu jarayonda bu erta o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Menga dietolog bo'lganim uchun ozishi, sog'lom ovqatlanishni istaydigan ayollar aytishadi, turli xil kokteyllarni yoki har xil firmalarni biologik aktiv dabavkalarni rosa aytishadi. Keyin men
ichaman, man shuncha pulga oldim, lekin qo'rqyapman, onkologiya bo'lib qolsamchi deyishadi. Mana shu men har doim aytardim, agar onkolog bilan gaplashib qolsam, shuni albatta so'rayman. Men hech qachon ha sizda shunaqa bo'ladi demaganman yoki bo'lmaydi ham demaganman, chunki menda tasdiq bo'lmagan. Sizda biologik aktiv dabavkalarni tartibsiz, me'yordan ko'p ichishi ratsionda shu onkologiyani qo'zg'atib yuborishi mumkinmi? Xo'p, juda ham haqiqatda keng tarqalgan savol. Hamma bunga qiziqadi. So'raydi. Men odatda bitta katta maslahat bergan bo'lardim. O'z sog'ligingiz juda ham qadrli. Va hamma uchun aytilganda. Sog'ligingiz juda ham qadrli. Mana shu qadrli narsani tarkibi isbot qilinmagan yoki tarkibida aniq nimalari borligini bilmaydigan narsalar bilan chalg'itish kerak emas. Masalan, biologik firmalar sotadi-ku. Firmalar sotadi, lekin biologik dabavkalarning orqasini o'qib ko'rsangiz, aynan qaysi aytishi mumkin, qanaqadir o'tning ekstrakti bo'lishi mumkin. Lekin o'sha o'tni tarkibida biologik faol moddasi nima? Misol uchun, to'g'ri, u organizmga zararsiz bo'lishi mumkin, lekin ayni organizmimizda kechayotgan murakkab jarayonlarga qanaqa ta'sir qiladigan moddalarga ega uni tarkibi. Shu narsalarga juda ham katta e'tibor berish kerak. Misol uchun ketdi-da, mana Monjarolar yoki Nat Pluslar yoki mana ozishga sразу Azimpiklarni o'zini shunchaki bezlecheniya, Simovik shunga o'xshagan mana analizsiz aytmoqchiman-da, ko'p ichishi yoki qilishi. Yo'q, bu yerda men to'g'ridan to'g'ri bu narsalarni ishni boshlashiga men qarshiman. Mutaxassis sifatida, spetsialist sifatida, chunki bu umuman olganda makroorganizmni, umuman ayol kishi yoki erkak kishi o'zining organizmida qanaqa o'zgarish bo'layotganini avvalo bilish kerak. Qanaqadir tashqaridan nimadir qabul qilishdan oldin va o'sha ichayotgan dorisini tarkibi qanaqa, aynan qaysi moddalar bor uni ichida, qanaqadir o't bor degani ko'proq biologik dabavkalar ichida o'tli komponentlar bo'ladi. U o'tni tarkibida bir paytda minglab biologik aktiv moddalar bo'lishi mumkin. Aynan o'sha biologik aktiv moddalar organizmda o'sha bo'ladigan minimal o'zgarishga ham trigger vazifasini bajarishi mumkin. Ya'ni buni natijasida ertaga qanaqadir yoqimsiz o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Demak, haqiqatan bo'lish ehtimoli bor. Bo'lish ehtimolligi bor. O'shaning uchun men doim aytaman, hech qachon tarkibini yaxshi bilmaysizmi yoki organizmingiz o'zini yaxshi bilmaysizmi, albatta ortiqcha mutaxassis bilan maslahatlashmasdan turib ichmang. Bizda tajriba quyonchasi qilishadi. Xuddi shunaqa. Endi odatda, misol uchun, bu bozor, bu yerda kirib keladigan narsalar juda ko'p. Buni farqlash, buni maslahat qilish, to'g'ri kimgadir u kerakdir, misol uchun. Men doim aytaman, misol uchun vitamin D organizmda yoki kalsiy organizmda kerakmi? Avval analiz topshiring, biling, sizning ehtiyojingiz bormi shu narsaga. Men ko'pincha so'rayman, nima siz deyman, Afrika mamlakatida yashaysizmi? Yo'q, O'zbekiston. Hamma narsa bor, bozorlar to'la. Demak, yeyotgan narsalarimizda butunlay hamma energetik komponentlar, mineral moddalar, hamma narsani, elementlarni biz olib qabul qilamiz. Umuman olganda, bizni yashash sharoitimizda hali haligi malnutrition deydi yoki bizni tilda aytganda yoki xalq tilida aytganda yetishmovchilik, nima yetishmovchilik bo'lishi uchun inson qanaqadir izolirlangan yoki chegaralangan sharoitda yashayotgan bo'lishi kerak. Bizda asosan chegara bu yod bilan tanqislik, baribir. Yod bilan tanqislik bor. Lekin mana shu vitamin D deganingizga men rosa ko'rdim. 50 ming dozalik vitamin D ni internetda ko'rib har kuni ichayotgan ekan. Men aytdim, kechirasiz, u yog'da eruvchi vitamin, u toksik xususiyatni oshirib zaharlanishi mumkin. Nimaga aytmasam, bitta bloger aytdi-da, reklama qildi dedi. Men aytdim, haqiqatan marketing qurboni bo'layotgan insonlar ko'p ekanda. Ko'p. Endi men misol uchun buni keraksiz demayman. Misol uchun o'sha siz aytgan preparatlarda ham vitamin D yo bo'lmasam kalsiy preparatlari yoki ko'pincha haligi xalq orasiga turli xil selen, sink ko'rinishda kirib keladi. Odamlar hozir oddiy odam ham sink nimaligini yaxshi biladi. Avvallari tushunmasligi mumkin, hozir o'sha media yordamida sink nima, o'sha jinsiy faollikni oshiradi, immunitetni oshiradi deb o'sha qabul qiladiganlar. Yo'q, to'xtang. Avvalo o'sha elementni organizmga qay darajada kerakligini avval o'rganish kerak. Ya'ni buni imkoni bor hozir hamma laboratoriyalarda qonda bu mineralni yoki elementni normadagi miqdoridan taqchil kamlik bo'lsa, albatta uni qabul qilish kerak. Bu yerda hech qanaqa mubolag'a yo'q. Lekin organizmni o'sha siz aytganingizdek katta dozadagi turli elementlar bilan zaharlash bu albatta bu to'g'ri emas. Bu nafaqat onkologiya, balki deng bu o'zi barobar boshqa kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Misol uchun bu vitaminlardan zaharlanish yo bo'lmasam turli shunga bog'liq bo'lgan endokrin o'zgarishlarga ham olib kelishi mumkin. Albatta bunga e'tiborli bo'lish kerak. YouTube'da bitta ko'rsatuv ko'rib qoldim. Mavzu bo'lganda hozir esimga keldi. Bu ko'rsatuvda aynan bir qancha ixtirolarni aytishganda.
ixtirolarda o'sha umuman chirimaydigan mato yokida yo'q qilinadigan o'sha plastmassa va hattoki saratonni davosi vaqtida topilgan, lekin buni dunyo bo'yicha bir qancha o'sha gigant kompaniyalar yo'qotishgan degan. Balki bu sastatadir, lekin siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatdan necha yil oldin saratonni davosini topgan olim bo'lganmi? Men ushbu kasallik o'zi umuman shu sohani tanlashimga ham sabab bo'lgan narsa, turtki bergan narsa bu kasallikdagi jumboqlar. Ya'ni kasallik juda ham zamonaviy kasallik. Kasallik endi qiziqib yurgan paytlarimda butun dunyoda o'lim ko'rsatishiga sabab bo'lish bo'yicha 3-o'rinda edi. Hozir 2-o'rin. Yurak qon tomir kasalliklaridan keyingi o'rinda turibdi, lekin 2030-2050 yil oralig'ida 1-o'ringa quvib chiqadi. Bu nima degani? Bu kasallik turgani yo'q. Kasallik rivojlanyapti. Ya'ni zamonaviy kasallik deyish mumkin. Ya'ni kasallikni hali aniq biologik xususiyatlari kasallikka sabab bo'luvchi omillar to'liq o'rganilmagan. Ya'ni mana shu sipochka deymiz-ku, mana shu zanjirni agar aniqlay olsa olimlar, ana unda bu kasallikni o'sha zanjiri qayerdandir uzib, albatta bu yuqori natijalarga erishish mumkin. Yo'q, hozirgi kunda Covid chiqqanda hamma vahima qildi-yu, lekin bu zanjirni bitta ildizini topib, hozir hech kim Coviddan qo'rqmaydigan bo'ldi. Ya'ni u yerda o'sha koronavirusi deb ataymiz, o'sha virus qo'zg'atuvchisi, o'sha Covidni qo'zg'atuvchisini biz bildik. Ya'ni onkologiyada shu qo'zg'atuvchi hali ma'lum emas. Masalan, qo'zg'atuvchi jigar saratonida misol uchun gepatit B, C ni mavjud ekanligi qonda. Bu qo'zg'atuvchi. Yoki bo'lmasam bachadon bo'ynida odam papillomavirus 16-18 subtiplari. Yo bo'lmasam turli bosh bo'yin onkologiyasida ushbu odam papillomavirusning boshqa subtiplari. Bu narsani bilamiz. Bularni eliminatsiya qilish, bularga qarshi emlash misol uchun o'tkazyapmiz gepatit B ga nisbatan odam papillomavirusiga. Bu narsalar bilan qanaqadir ba'zi kasalliklarda qanaqadir yutuqlarga erishdik. Ya'ni oldini olishga biz harakat qilamiz, lekin baribir jumboqlar ko'p. Albatta, lekin boshqa kasallik turlari ham bor. U yerda qanaqadir inson hali o'rganish kerak bo'lgan jumboqlar ko'p. Men o'ylayman, butun dunyo bo'yicha aniq bir yechim topilganda u insonlardan sir tutilayotganligi haqidagi bu ko'proq mifga to'g'ri keladigan narsa. Chunki boya suhbatimiz boshida ham aytdingiz, bir qancha puli bor insonlar. Albatta. Bu saratondan ham juda katta haligi public ID deb ingliz tilida aytganda, yo bo'lmasam haligi butun dunyoni ko'zi shunda bo'lgan odamlar juda ko'p. Lekin shu odamlarda ham eshitamiz, misol uchun onkologiya mavjud. Bunaqa holatlarda ham misol uchun Apple korporatsiyasining rahbari juda katta tashkilot, juda ham moliyaviy jihatdan juda ham kuchli. O'shamizda telefon bor, mana shu kompaniyaning egasi. Bu odam ham aynan o'sha oshqozon osti bezi saratoni bilan kasallanish va shu natijasida vafot etishi, bu ko'pincha kasallarga shunaqa motivatsiya beraman. Bu kasallik odam tanlamaydi. Bu kasallik finans tanlamaydi. To'g'ri, unga ko'p pul kerak bo'lishi mumkin, lekin qanchadir muddat uzoqroq yashab qolish uchun. Endi o'shaning uchun ertaroq aniqlash, ertaroq doktorga o'sha qo'rquvni sindirib borish, albatta bu kasallikni kontrol qilishga, ya'ni bu kasallikni boshqarishga juda ham katta turtki beradi. Tibbiy savodxonligi bo'lmagan yokida umuman baribir bizning ijtimoiy muhitda bosimda juda kuchli yashaymizda, bosimimiz ko'p. Mana onkologiyaga shundoq men o'zim boshimdan kechirganimni aytaman sizga. O'ziga tushdim, aynan menga aytishdi, sizni ko'kragingizda kistaga o'xshagan narsa bor va siz onkolog bilan bir gaplashib, onkomamolog bilan gaplashing deyishganda, keyin men siz oldingizga bordim, qo'rqmasdan, lekin men bilaman o'zimni tanamda unaqa narsa bo'lmasligini bilganim uchun ham siz bilan maslahatlashganman-da. Lekin shu xonadagi onkolog yozuvini ko'rib stressga tushadiganlar, o'zida bu kasal bo'lmasa-da shu kasalni chaqirib oladiganlar bormi? Bor, albatta. Bu o'sha psixosomatika deymiz. Bu insonni nimadan qo'rqsa o'shanga qarab olib boradigan bir haqiqati bor. Ya'ni inson nimadan qo'rqsa o'sha narsa o'ziga yaqinlashadi. Bu onkologiya ham xuddi shunaqa. Endi bu yerdagi asosiy mexanizm qanaqadir men falsafiy tushuntirmoqchi emasman, oddiy tushuntirmoqchiman. O'zida bor narsani qanaqadir bo'ladigan kichkina detallarini inson, misol uchun ko'pchilik aytadiki, oshqozon saratoni bo'lgan odam go'shtdan qo'rqar ekan-a, doktor deydi. Bu xalq orasida bor. Misol uchun go'sht yemay qo'yar ekan deyshadi. Lekin ozgina hali ishtahasi bo'lmay yoki go'shtdan tortilgan odam, menda onkologiyaga shubha bor. O'zaro gaplashganingizda ham. Lekin yurak yutib o'sha haligi baryerni sindirib, endoskopiya muolajasiga o'sha oddiy shlanka yutish deymiz, zond yutishga bormasligi mumkin.
Lekin u o'ylab yuradi. Albatta. Keyinchalik bu o'sha bunda bo'lgan qanaqadir elementarni o'zgarish keyinchalik oshqozon saratoniga olib kelishi mumkin. Va bo'lmasam o'shani ertaroq aniqlash oddiy yara ekanligida. Oshqozon yarasi rakka aylanishi mumkin. Oshqozon yarasi rak oldi holati. Yarani lecheniya qilish rakni lecheniya qilishdan osonroq. Yoki o'sha ko'krakda o'sha yaragacha bormasdan boshlash kasallik shilliq devorni qizarishini o'zida. Eroziyalar. Ko'krakdagi tugun misol uchun ayol kishi o'zini sog'lom ayol o'zini palpatsiya qilib qanaqadir tugun bor, ayol kishi biladi. Ongida unda qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, lekin hali onkologiya emas. Lekin birinchi xayolga keladigan narsa onkologiya va mana shu qo'rquv ayol kishini o'sha siz ko'rgan eshik, onkolog eshigini oldiga olib kelishdan tiyib turadi. O'sha baryerni sindira olmaydi-da, uzoq vaqt davomida haligi stress bilan yashab, u ko'krakdagi o'zgarish albatta u stressni yaxshi ko'radi. Ayol organizmida immunitet tushadi bu payt. Gormonal o'zgarishlar bo'ladi albatta. Xuddi shu paytda bu ko'krak beziga aylanishi, saratoniga aylanishi mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri haligi ayol kishini o'sha ushbu kasallikka yetalab kelayotgan omil bo'lib rol o'ynaydi. Kasal bo'lmasa ham kasal bo'lib qolish mumkin ekanda. Albatta. O'shaning uchun avvalo borish kerak, tekshirish kerak, shu kasallik bor yoki yo'qligini analiz qilish kerak. Bo'ldi. Yengil qarash kerak ekan. Yengil qarash kerak. O'zishga qaraganday qaradingiz siz hozir, men aytaman. Vaqtida ye, vaqtida uxla, harakating to'g'ri qil, ozasan deyman-da, bu qiyin-ku deydi. Qanaqasiga? Chunki biz tushunamiz. Siz ham xuddi shu narsani tushunganingiz uchun oddiygina qabul qilasiz. Endi misol uchun mana ko'pchilik mana o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, mana siz auditoriyangiz bular bilish kerak. Misol uchun hammasi bilan gaplashganimda ayollar farqi yo'q, ko'krak bezi, bachadon bo'yni so'rayman. Misol uchun qachon bo'ldi studentlar yoki yonimdagi qanaqadir erta tajribaga ega bo'lgan, hali tajribasi ko'p bo'lmagan odamlarning oldida ular tushunishi, ular eshitishi uchun qancha bo'ldi mana o'zingiz ayting. Aytadida shu tugun borligiga 2 yil bo'ldi, 3 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi. E'tiborsiz bo'lgan. Kamida 10 tadan bitta bo'lishi mumkin, men bilmay qoldim. Unda o'sha erta bosqich. Shu kelganligi bilmay qolib, kimdir sudrab kelgan. Lekin bilib, o'zi o'sha organizmda shu narsani borligini bilib, yo bo'lmasam bachadon bo'yni saratonining ilk belgisi bu o'sha yaqinlikdan keyin qonash. Ko'p ayollarda bu narsa kuzatilishi mumkin. Biz ko'p joylarda gapiramiz bu narsani. Erta bosqich. O'sha vaqtda ayol kishi o'ylaydi, yo'q, qanaqadir muammolar bo'lgan yoki menstruatsiya bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki spiral deyishadi. E'tibor yoki spiral. E'tiborsiz bo'lib bu narsa keyinchalik. Bu keyingi oqibatda o'sha qanaqadir erta klinik belgi bo'lgan, lekin keyinchalik o'sha vaqt yutqizilish masalasida jiddiy muammolarga olib kelgan. Yo bo'lmasam yana bitta jiddiy masala bor, buni hamma bilish kerak bo'lgan. Erta to'g'ri joyga kelish. Misol uchun to'g'ri mutaxassis topib kelish kerak. Bir xilga odam o'sha mutaxassisi bo'lmasligi mumkin yoki o'sha sohada kamroq tajribaga ega bo'lishi mumkin. Buni yomonlash yoki qanaqadir boshqalarga bo'lgan bir qanaqadir negativ emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Kimdir o'sha sohada tajribasi bo'lmasligi yoki imkoniyati yoki o'sha sohada o'sha tipdagi kasallik ko'rmagan bo'lishi mumkin. Albatta, to'g'ri joyini topa olish va to'g'ri tekshirishdan o'tish. Chunki o'sha tekshirishni ham tavsiya etadigan odam o'sha mutaxassis. Chunki o'shanda bu kasallik bor yoki yo'qligini aniq bilish mumkin. Lekin mana shu kasallikni borligi, mana hozir oshqozon osti, bachadon bo'yi, ko'krak oddiy xalq hozir mana ko'rishadi, aytishadi. Ha, bo'pti, saraton bo'ldi, o'sha organ olib tashlanadi, все. Bunga qanchalik haqiqatan shuni iloji bormi? Masalan, bachadonni olib tashlash, ko'krakni olib tashlash. Men ko'rganman oldin, hozirgi implantlar chiqib moda bo'lib qoldi. Oldin biz qishloqda yashaganmiz. O'sha ko'krak bezi saratoni bilan nima qilib, ko'krakni to'laqonli olib tashlangan va o'rni umuman yopilgan. Xuddi mana erkak figurasi qanaqa bo'lsa, xuddi shunday ayolni men ko'rganman o'z ko'zlarim bilan. Hozir esa tibbiyotning yutug'i bu implant qo'yilishi. Albatta. Organ saqlovchi operatsiyalar, misol uchun a'zoni saqlab qolishga qaratilyapti. Endi bu juda ham nozik savol. Bu savolga javob berishda onkologiya o'zi boya aytdingiz, o'zi onkologiya deganda nimani tushunasiz? O'sha boya aytganimdek isyon va bu isyon butun organizmda. Ya'ni bu tizimli kasallik. Ya'ni bitta a'zoni bitta kichkinagina kasalligi emas deb qarayman doim. Xuddi sahr qanaqa bo'lsa, doim kasallarimizga aytamiz, sahr qanaqa kasallik. Doim lecheniya olib turish talab qiladi, nazorat talab qiladi. Uzoq vaqt bemor bilan birga bo'ladi. Xuddi shunaqa kasallik, ya'ni tizimli kasallik va bu kasallik bilan tizimli shug'ullanish kerak. Tizimli degani aynan bir qanaqadir davo turi yoki operatsiya yoki bo'lmasam kimyoterapiya yoki nur terapiya bunga yechim bo'lmasligi mumkin. Ya'ni kompleksli. Birgalikda tekshirishlardan, birgalikda o'sha hamma davo taktikasini qo'llash kerak. Albatta erta bosqichda muvaffaqiyatli bajarilgan xirurgik amaliyot, ya'ni operatsiya
keyinchalik to'g'ri tanlangan keyingi davo taktikasi bu ximiyoterapiya bo'ladimi, nur terapiya bo'ladimi, bu albatta yaxshi natija beradi. Ya'ni vaqtida aniqlansa haqiqatdan o'sha olib tashlash yo'li bilan tizim o'sha man oddiy misol tarqalmasdan tanaga bu kasallikdan qutulish mumkin ekan. To'g'ri. Bu to'g'ri tushuncha. U qaytib o'sishi mumkinmi yoki qayta qo'zg'alishi mumkinmi? Men eshitgandim, erkagi ayoli bo'ladi rakni deyishardi-da, endi rak masalada xalq tilida aytsak. Erkagi ayoli urg'ochisi deydi. Shunaqa bormi? Tibbiyotni umuman olganda tibbiyot nazdida saraton kasalligi bu rak yoki saraton deyildimi, bu o'z-o'zidan bu уже urg'ochisi deb tushunsa bo'ladi. Lekin hamma onkologik kasalliklar ham urg'ochisi deb bo'lmaydi. Chunki biz xavfli va xavfsiz onkologiya bilan shug'ullanamiz. Onkologiya xavfsizi ham bor. Albatta, misol uchun onkologik kasalliklar ichida o'sha rak oldi holatlari dedik, misol uchun ko'krak bezida fibroadenomalar, tugunlar misol uchun ko'krakda bo'ladi. Ya'ni xavfsiz tugunlar bo'lishi mumkin. Yoki bachadon bo'ynida eroziyalar, yo bo'lmasam o'sha sin 1, sin 2 holatlar. Bular umuman olganda biz shug'ullanamiz, onkologlar shug'ullanadi. Onkologik kasallik. Lekin xavfli emas. Lekin xavfli emas. Albatta bu o'sha saraton oldi holati. Saraton oldi holati bilan ham biz shug'ullanamiz. Onkologik kasalliklar bilan shug'ullanadigan muassasa shug'ullanadi, lekin kasallikni hali onkologiyaga o'tmasdan, urg'ochisiga o'tmasdan turib, lecheniya davolash bu. Albatta bu juda ham yuqori samara beradi. Albatta shu holatida aniqlash bu bizning asosiy maqsadimiz. Yutug'imiz menimcha. Yutug'imiz ham. Endi o'sha ikkinchi xavfli kasallikka o'tdimi, u zlokachественный deydi, yo bo'lmasam rak deydi, saraton deydimi, bu o'sha urg'ochi degani. Ya'ni bu tarqaluvchi, bu ertaga agar davo o'tkazilmaydigan bo'lsa, juda ham og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan jarayon. Misol uchun asosiy keladigan bemorlarimiz aytadiki, qo'rqqanman, tabibga borganman, aniqlangan menda 1 yil oldin, 2 yil oldin tabibga borganman, qo'rqqanman, doktordan qo'rqqanman. Men aytaman-da, essiz deyman. Nega deydi? Vaqt deyman. Chunki juda ham katta bemor o'sha, kasal o'sha, lekin vaqt masalasida biz juda ham yutqizgan bo'lamiz. O'sha kasallik juda ham rivojlangan holati, organizmga tarqalgan holati. Endi o'sha siz aytganingizdek bitta operatsiyaning o'zi yordam bermaydi. Endi bemorni ushbu chuqurlikdan tortib olish juda ham qiyin. Endi bemorni biz o'sha yo'qotishga boshlagan bo'lamiz. Shuning uchun vaqt masalasi, shifokordan qo'rqish masalasi. Mana shu onkologiya, rak deganda men o'ylayman-da, eng katta minusi bu balkim endi Alloh berganlarida og'riq bermasligi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Masalan, shamollasak belgisini bilamiz. Mana men hozir shamollaganman, yo'talaman, aksiraman, burnim oqadi, tumov bo'laman, to'g'rimi? Covidda ham shunaqa o'zini 14 kunlik davri bo'lardi. Undan keyin ko'rinardi-da, hech bo'lmaganda, lekin bu onkologiyani biz oylar, balkim yillar davomida bilmas, og'riq bermaydi-ku, to'g'rimi? Albatta, ko'p holatlarda og'riq bo'lmaydi. Og'riq ko'proq kechki bosqichlarda, atrof to'qimalarga o'sgan, organizmga tarqalgan holatlarda og'riq bo'ladi, albatta. Albatta, og'riq bu juda ham bizning kasalligimizda nisbiy, har doim ham og'riq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ko'proq biza xavf guruhlari bilan ishlashga, o'zida bo'layotgan o'zgarishlarni, mayli o'sha oshqozonda bo'ladigan o'zgarish bo'ladimi, ko'krakda tugun bo'ladimi, mayli immun onkolog bilan bitmasligi mumkin, lekin o'sha onkolog ko'rigida bo'lishi va bu narsa onkologiyaga aylanish xavfi juda ham past ekanligini eshitib ketsa, o'sha bitta bemorni biz o'sha kasallikka aylanish xavfidan qutqargan bo'lamiz. Juda ham to'g'ri. Mana shu xalq tilida onkologiyaga chalingan insonlardan uzoqroq yurish juda ko'p. Men o'zim yaqin xodimim deylik, mana komandamda ishlaydigan xodimim uzoq viloyatdan uyimizga mehmon kelishdi va onalari bilan kelishdi. Onalari hozir olamdan o'tganlar, lekin men u insonni sog'lom ko'rdim, faqatgina vujudini. Lekin uyimizdan ketgandan keyin bir necha oydan keyin oyimda saraton aniqlandi va til saratoni. Men birinchi marta to'g'risi bu kasallikni kurash adabiyotda o'qiysizda, lekin hayotda ko'rmagansiz-ku. Men mana shu insonni yo'qotganini, o'sha qizni ko'rdimda. Keyin aytdim, haqiqatan og'riq bermas ekan. Bu insonni ko'rganingizda sog'lommi? Siz bilan qanaqa gaplashayotgan bo'lsam, xuddi shunday. Va men hech qanaqa agar unda onkologiya borligini bilsam ham undan jirkanmasdim. Chunki uni yuqumli emasligini bilaman. Xalq orasida onkologiya bo'lgan insonlarni, ayollarni eri farzandiga ko'rsatmasligi, qaynonasi idish tovoqlarigacha boshqa qilib qo'yishi, haqiqatan shunaqa holatlarni ko'rganmisiz? Albatta, juda ham og'riqli holat, lekin albatta ko'p uchraydi bunaqa holatlar. Qanaqadir sotsial izolyatsiya deyiladi, odamlar tomonidan
alohidalanishga uchraydi. Tipa mo'xovsan. Uchrashi mumkin, unaqa narsalar. Lekin juda ham quvonarli tomoni hozirgi kunda bu narsa nisbatan kamaydi. Hozirgi kunda kamaydi. Odamlarda tushuncha paydo bo'lyapti, demak bu kasallik yuqumli emas. Bu kasallik qanaqadir kontaktda yoki so'rashganda yoki gaplashganda o'tib qolmaydi. Bu narsani o'sha xalqimiz sekin-sekin tushunishni boshlagan. Hozir kamaygan, lekin albatta bu uchrab turadi. Lekin boya aytgan gapingiz juda ham to'g'ri gapni gapirdingiz. Men odatda misol qilib tushuntiraman kasallikni. Mana chiqing koridorga, bo'limimizda, chiqing koridorga qarang, nechta odam ko'rdingiz. Bilasizmi shularning nechtasi 4-bosqich? Kasallar bemalol yuribdi koridorda u yoqdan bu yoqqa, xuddi o'zini ishini bilan band, o'zini tashvishi bilan, lekin unda 4-bosqich. Ya'ni kasallikka 4-bosqich degani o'zi birinchidan hamma narsa degani emas. Bu bitta motivatsiya. Ikkinchi tomoni, siz hamma qator yuribsiz deganingiz, demak sizda hech narsa yo'q degani ham emas. Tushunyapsiz-a? Demak, ko'pchilik aytadi, men masalan onam yoki opam yaxshi ahvoli, mana yuribdi, nima muammo? Nega doktor unaqa haligi kimyoterapiya, kimyoterapiya kerak deb aytyapsiz? Endi albatta biz vahima qilishda emas, tushuntirishga harakat qilamiz. Davoni kechiktirmasin. Muhimi. Chunki e'tiborsiz bo'lib, tabibga olib ketib, misol uchun bir oy tabibga yuradigan bo'lsa, bu albatta bu o'sha kasallikni umuman kontrol qilib bo'lmaydigan holatga aylanadi. Balkim yo'qotib ham qo'yishi mumkin shu bir yil oralig'ida. Shuning uchun ikkita narsani inobatga olib, demak, hamma qator yuribdi degani bu, demak, hammasi zo'r degani emas. Albatta e'tibor berish kerak. Bir kunda ham ahvol og'irlashib qolishi mumkin, bemorni yo'qotishimiz mumkin. Xuddi haligi qora quti ichiga solingan bombadek ertaga oyoq bilan yurgan odam qanaqadir kasallikni asoratidan, o'zi onkologiyani o'zidan kamroq yo'qotamiz bemorlarni. Asoratidan, yurak, o'pka yetishmovchiligi ko'proq. Shu sabablardan yo'qotamiz bemorni deb tushuntiramiz. E'tiborsizlik bo'lib qoladi ko'proq. Lekin men aytgan til raka kasalligi sababi, men faqat shuni so'rayman deyman. Chunki u ayolni men janozalariga ham bordim. Baribir bitta qiz yetimlikda o'sgan masalanda yoki oilada boquvchisi yo'q. Bu ayolni yo'qotgani u qizga juda ham katta, onasini yo'qotgani stress bo'lgan. Va men o'yladim, til raka nima sabab bo'lishi mumkin? Hozirgi kunda isbotlangan tibbiyot xulosasiga ko'ra o'sha odam papilloma virus maxsus subtiplari bor og'iz bo'shlig'ida saraton chaqirishi mumkin. Albatta haligi multivalentli vaksinalarni hozirgi kunda olishni tavsiya etilayotgan asosiy sababi ham shu kasalliklardan qutulish. Undan tashqari doimiy surunkali yallig'lanishlar. Kimlardir e'tiborsizmizda, yana o'sha gapimiz. Mana bu stomatitlar. Tishimizga, misol uchun oddiy tishi bo'ladi-da, kavagi bo'lishi mumkin. Doim haligi kavaga tilib yuradi. E'tiborsiz. E'tibor qilmaydi yoki qachondir soldirilgan tilla tishim bor deydi, lekin tilla tishini bir burchagida qanaqadir chiqib turgan. Endi u paytlar tibbiyot yaxshi rivojlanmagan bo'lishi mumkin yoki stomatologiya yaxshi bo'lmagan bo'lishi mumkin, bilmayapsiz. Ya'ni qanaqadir kichkinagina elementar muammo doimiy o'sha tilda doimiy yallig'lanish chaqirib turibdi. Misol uchun. Yo bo'lmasam ko'pincha erkaklarimizga tushuntiramiz, nosvoy chekish misol uchun. Albatta bular hammasi bu og'iz bo'shlig'i saratoni uchun eng katta xavf omillari. Biz e'tibor bermaymiz, lekin buni asorat. Oddiy narsalar. Mana shu holatlarda til saratoni, yo bo'lmasam yuqori tanglay saratoni, og'iz bo'shlig'i ichida milklar saratoni juda ham ko'p uchraydi. Mana shu chekish va aytganingizdek, o'sha turmush o'rtog'im mana sigaretdan qutultira olmayapman hali ham, lekin o'sha sigaret shunday olsangiz til rakini ham rasmi bor, o'pka saratoni ham rasmi bor. Aytaman, bu qanday qilib olib, buni qanday qilib chekasiz, men tushunmayman deymanda, "Ha, yozaveradi, gapiraveradi" deydi. Chekishni tashlash saraton xavfini kamaytiradimi? Juda ham haligi dolzarb savol berdingiz. Juda ham chunki o'zim ham mana shundan qutula olmayapman. Doim bitta tushuntirish qilishga harakat qilaman. Misol uchun menga 10 ta o'pka saratoni bilan bemor keladigan bo'lsa, chekuvchilarni o'sha 10 ta o'pka saratoniga chalingan bemorlar yoki og'iz bo'shlig'i saratoniga chalingan bemorlar ichida 10 tasini ichida chekish bilan bog'liq holatlar почти 90% dan ortig'ini tashkil qiladi. Juda katta. Endi bitta oddiy misol. Misol uchun o'sha tamaki ishlab chiqaruvchi kompaniya. Juda ham endi ularda iqtisodiy jihatdan ular juda ham gigant bo'ladi. Juda ham yaxshi tarif, gigant bo'ladi va ular hamma negativniy odzivlarni ham, ya'ni negativ fikrlarni ham o'ziga qabul qilmaydi, qabul qilishga ham qo'ymaydi kerak bo'lsa. Lekin tibbiyot isbot qilib qo'yganligi uchun ularning qo'lida dalili yo'q. Bu onkologiya chaqirmaydi deyishga. Shuning uchun manaman degan gigant kompaniyalar ham o'z yorlig'iga onkologiyaga olib keladi deb yozilgan negativ fikrni qo'yishga qarshilik qila olmaydi.
bo'ldi, majbur. Shunga yarasha Demak, bu savdo tasdiqlangan. tushmagan deyman-da. Endi bu tasdiqlangan narsa. Endi misol uchun haligi o'z sog'ligiga e'tiborsizlik, yana o'sha aytganingizdek tibbiy savodxonlik. Oddiy bitta tahlil qilish kerak bo'lgan narsa o'sha ishlab chiqaruvchi firmani boshlig'i katta ehtimol bilan chekmaydi. Tushunyapsiz-a? Nimaga? Chunki u biladi o'sha narsani. Ya'ni tasdiqlangan. Ya'ni bu tibbiyot tomonidan tasdiqlangan, o'zini yorlig'iga olishga majbur qilingan. Demak, bu narsa chekish orqali kelib chiqishi, onkologik kasallik kelib chiqishi tasdiqlangan. Bu faktmi? Albatta bundan qochish kerak. Ya'ni o'z joniga qasd qilayotgan odam bilan baravar. Men aytmoqchiman, pulimizga sog'ligimizni sotayotgan ekanmiz deyman-da. Albatta. Ham kasallik sotib olar ekanmiz, sog'ligimizni yo'qotar ekanmiz. Chunki u pulni topish uchun ham biza baribir vaqt va sog'lik yo'qotamiz. Albatta. Endi misol uchun o'sha nima deydi? Juda ham arzonga sog'likni almashish. O'sha o'pka saratoni bilan yotgan bemor agar tarqoq bo'ladigan bo'lsa, immunoterapiyalar oladi, ko'proq target terapiyalar oladi. Bir kurs lecheniyasi o'rta hisobda 25-30 million atrofida turadi hozirgi kunda. Endi juda ham. Endi misol uchun davlat bolnitsalarida olayotgan bemor buni bilmasligi mumkin, lekin bu narsani ochiq bozordagi narxi shunaqa qimmat ekanligini bilsa, hali davoga ham shunchaligi hali u to'liq tuzalib ketsa, uni to'liq tuzalib ketishning imkoniyati juda ham kam agar kechki bosqichlarda yoki metastatik bo'lsa. Shuning uchun juda ham arzon narxga, juda ham qimmat sog'ligimizni va keyinchalik qanaqadir iqtisodiy juda ham og'ir, zararli yukni sotib olish degani. Mana shu saraton bilan kasallangan bemorlar haqida kinolar ko'p ko'rganman, seriallar va shifokorlar analiz javoblariga qarab 3 oy umringiz qolibdi, 6 oy umringiz qolibdi deb, endi balkim bu bo'rtirilgan kinodir, lekin men qachondir shu savolni beraman qaysidir shifokorga deyman. Aniqlasa bo'ladimi? Ya'ni sizni umringizni o'lchovi qancha ekanligi analizlarda bilinadimi? Aynan bemorlarniki. Bo'ladi. O'sha kinolarni ko'rayotganda biz ham ko'zimiz tushadi, ko'ramiz, hamma qatori, yoshligimizdan ko'rganmiz. Men aytaman, bitta bir 10 ekspert bilan maslahat qolmabdi-da shu narsani deb olaman ichimda. Nega? Chunki nozik masala birorta biz o'qigan adabiyotlarda, даже Yevropa adabiyotlarida ham bemor shuncha mana shu analizi shunaqa yomon chiqsa, yoki shunaqa analiz shunaqa ko'rsatkich bilan chiqadigan bo'lsa, shuncha yashaydi degan tadqiqot yo'q. Umrni o'lchab bera olmaydi. Yo'q, tasdiqlangan qanaqadir ma'lumot yo'q. Lekin biz bemorlarimiz orasida yashovchanlikka qarab baho beramiz. Misol uchun, menga bemor keldi, adekvat yaqinlari bilan kasalligini o'zi eshityapti. Bu ham nozik masala. Hamma bemor ham o'zini kasalligini eshitmaydi, yaqinlari ko'proq sir tutadi. Adekvat bemor kelib mendan so'rasa, men aytaman, ko'krak bezi yo bo'lmasam bachadon bo'yni saratoni 5 yillik yashovchanligi birinchi bosqichda 85-90% oralig'ida. Ya'ni bemor 5 yil davomida 100 ta bemordan 95 tasi 5 yildan ko'p yashaydi. 5 yil va undan ko'p yashaydi erta bosqichda. Yoki 4-bosqichda shuni aksi. Menga so'rasam, aytaman, masalan, ko'krak bezi saratoni yoki bachadon bo'yni saratoni 4-bosqichda 5 yillik yashovchanligi, e'tibor bering, 5 yillik. 3 yil, 6 oy degan gap yo'q. 5 yillik yashovchanligi 5 yillik yashovchanligi misol uchun o'rta hisobda 35-40% gacha, 40-45%gacha. Ya'ni juda ham kam. Bu degani 100 ta bemordan taxminan 30 ta bemor tirik qolishi mumkin bu jarayonda. Juda ham ko'pini biz yo'qotib qo'yamiz. Demak, biz aniq sifralar berishga juda ham haligi e'tiborli bo'lishimiz kerak, chunki bu narsa yozilgan narsa inson umri, lekin albatta tadqiqotlar ko'rsatadi, o'sha har bitta kasallik aniqlangan kunidan 5 yil davomida bu bemorlarni biz nazorat qilamiz va har bir o'zimizda yuz bergan o'lim holatlarini yoki kasallikni qaytalanish alomatlarini biz har doim registratsiya qilib boramiz va shuni natijasida biologik statistika vujudga keladi va shu biologik statistika bemorlarga birlamchi xulosa berishga. Qancha yashayman o'zi bemor degan bemor uchun 5 yildan ko'p u yog'ini bilmayman deyman. 20 yil, 30 yil, balkim umringiz oxirigacha xohlaganingizcha. Bu kasallikdan o'lmasligingiz ham mumkin deyman-da ko'proq. To'g'ri, lekin ya'ni bu kasal sizda qolib ketib, siz ko'chada shunchaki yuragingiz to'xtab urishi yoki mashina urib ketishi mumkin, bu manbada yozilgani. Xo'p, kasallikni yengishda biz bemorning yordami sizga qanchalar muhim? Og'riqli, ta'sirli, chunki sizga bemor har doim men tuzalib ketamanmi deganga, bu o'zingizga bog'liq, Allohdan so'rang degan javobga ular qoniqmasligini men yaxshi bilaman. O'shaning uchun biza hozirgi kunda juda ham aktiv o'sha tibbiy psixologlar deymiz, tibbiy psixologlar bilan juda ham yaqindan ishlaydigan bo'lganmiz
Chunki bu paytda xuddi haligi uxlayotganingizda kimdir kelib tepangizda gapirsa, qanaqadir boshqacha ovozda kimdir gapirayotganga o'xshab, haligi kinolarda ham shunaqa yaratilinadi-ku, boshqacha ovozda. Xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni biz bemor atrofida, bemor tushgan stressda qanaqadir biz atrofda gapirayotgan odamlar u uchun xuddi uni tilini topa olmayotgandaymiz. U xuddi bir boshqa davlatga tushib qolgan u, uni tilini hech kim uni tilini tushunmayotgandek tushuncha paydo bo'ladi bemorda. Chunki uni yuragiga o'zi xohlaganidek qilib kirib borish kerak bo'ladi. Endi bu yerda juda ham bizda nozik masala, o'zbekchilik deyishadi-da, aytmasligi kerak. Aytmaylik, yashiraylik. To'g'ri, bu kimdir bu narsani, misol uchun bilsa stressga tushishi mumkin, deyishi mumkin, lekin misol uchun bemor o'zi tushunib yetmasa, davoga vaqtida kelmasligi mumkin. To'g'ri, jiddiy qaramasligi mumkin, dorilarni ichmasligi mumkin yoki uloqtirishi mumkin misol uchun yoki hojatxonadan oqizib yuborishi mumkin. Ya'ni e'tiborsiz bo'ladi. Ya'ni kasal agar o'z kasalligi haqida ma'lumotga ega bo'lsa, albatta, boya bergan savolingizga qaytsak, kasal bemor bizga yordam berishni boshlaydi. Bemor o'zida bo'layotgan o'zgarishlarni, davo jarayonidagi o'zgarishlarni aytib boshlaydi. Biz undan prognoz qilamiz. Turli xil davo taktikasini o'zgartirishimiz mumkin. Unda bo'layotgan o'zgarishlarga qarab o'zimizni qanaqadir muammolarimiz yoki kamchiliklarimizni oldindan bilishimiz mumkin. Va bu albatta yaxshi samaraga erishish uchun juda ham katta vosita. Rahmat Kotakon. Ayollarimiz, asosan men nimaga ayollar deyman? Chunki erkaklar sudralib doktorga borishga faqatgina ayoli majbur qila oladi-da, erkakni aynan. Albatta. Mana shu bizlarni kuzatib turgan ayollarga saratonga chalinmasligi uchun qanaqa maslahatlar va shifokor sifatida emas, aynan oila boshi sifatida qanaqa maslahatlar berardingiz? Men o'zim ham kerak bo'lsa ayolimni bor ginekologga jo'natib turaman. Misol uchun oddiy boya aytib o'tganingizdek spiral, misol uchun e'tiborsiz qolib ketadi ba'zilarda 4-5 yil. 4-5 yil bu juda kam, 10 yillab ko'rganman. Yo bo'lmasam o'sha kok deymiz, oral kontraseptiv vositalar, homiladorlikka qarshi dorilarni juda ham ko'p vaqt, даже xo'jayini bilmasligi ham mumkin bu narsani. Ya'ni bu darajada sog'likka e'tiborsiz bo'lish kerak emas. Organizm bu bitta yaxlit tizim. Bu yaxlit tizimda har bir tashqi ta'sirdan qabul qiladigan ovqatingiz bo'ladimi, o'sha biologik dabavkalar bo'ladimi, yo o'sha homiladorlikka qarshi tabletkangiz bo'ladimi, yo o'sha homiladorlikka qarshi qo'yilgan spiral bo'ladimi? Bularning hammasiga e'tiborli bo'lish kerak. Bularni o'sha doktor sizga qo'yayotganda yoki doktor sizga ichish tavsiya berganda aytishi mumkin. Siz 6 oyda kelishingiz kerak. Oddiy, shu 6 oyda boring. Onkologik kasallikka chalinmaslik uchun o'sha vaqt jarayonida o'sha doktorga qayta murojaat qiling. Bo'ldi. Onkologga kelmang to'g'ridan to'g'ri. Yo bo'lmasam qanaqadir shubhali o'zgarishlar bo'lganida onkolog maslahati tavsiya etilsa, albatta birov onkologda huzurida bo'lish va shu kasallik bor yoki yo'qligini oydinlashtirish kerak. Ya'ni o'sha baryerni buzish. Shu narsalarni tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat Kotakon shunaqa manfaatli suhbat uchun va aziz ayollar, tomoshabinlar, bugungi suhbatimiz mana shu kasallik mani o'zimni ko'p savollarim bor edi, chunki baribir o'rtada bu kasallikdan vafot etgan insonlarni ko'rdim, yokida o'sha turli xil badlarni tartibsiz ichib qo'rquv bilan yozgan insonlarni ko'p ko'rganim uchun bugungi suhbatni aynan sizlar Biloliddin aka bilan biz o'tkazdik. Agar sizlarni bu shifokorga murojaatlaringiz bo'lsa, shu yerda bog'lanish uchun raqamlar qoldiramiz, yokida savollaringiz bo'lsa yana qo'shimchasiga kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi suhbatlarda birgalikda javob beramiz. Videoga like bosing. Bilaman, bunaqa suhbatlar millionlab ko'rishlarga ega bo'lmaydi, lekin bizning manfaatimiz kam guruh inson ko'rsin, lekin foydali bo'lsin deb xuddi shunaqa podkastni birgalikda tashkil qildik. Rahmat Kotakon sizga. Sog' bo'ling.